Bugun voqealar markazida O'zbekistonda taniqli san'atkor bo'lgan Munisa Rizayeva u ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra ko'p qavatli binoning tomiga chiqib xalqiga murojaat qilgan va o'z haqqiga duo qilishlarini so'ragan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mashhur o'zbekistonlik xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videosida atrofida shovqin va portlashlar bo'layotganini aytib, u uchun duo qilishlarini so'ragan va nima bo'layotganini aniq bilmayman deydi u hayajon bilan. Kadr ortida portlashga o'xshash tovushlar yangragani haqida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari turlicha fikr bildirmoqda. Hozircha rasmiy manbalardan favqulodda hodisa haqida tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Xonandaning o'zi esa videoda uyqusiz va xavotirda ekanini yashirmaydi. Uning ovozida titroq seziladi, yuz ifodasida esa qo'rquv alomatlari ko'rinadi. U muxlislardan haqqiga duo qilishlarini so'ragan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu murojaat keng muhokamaga sabab bo'ldi. Ba'zilar vaziyatni jiddiy qabul qilayotgan bo'lsa, boshqalar rasmiy axborotni kutishga chaqirmoqda. Hozircha voqeaning asl sababi noma'lum. Mutasaddilar esa tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatmaslik va faqat rasmiy manbalarga tayanishni tavsiya qilmoqda.